Zulayxoning sabri. Rossiyada ishlay boshlagandan beri Zulayxo tinchlik topolmagan edi. Har kuni ertalab uyg'onganida yurakda bir noni qo'rquv, go'yo hech kimga ayta olmaydigan, chin yurakdan qiynaydigan bir sir bilan yashardi. U hali yosh edi, 25 ga ham to'lmagan, lekin taqdir uning yelkasiga og'ir yuk yuklagandi. Erining yo'qligida Zulayxo ota-bobosi Smart ota bilan bir uyda yashardi. Qaynonasi bir necha yil avval vafot etgan edi. Qaysi ishni qilsa ham, qaynotasi o'zining sovuq, vazmin nigohlari bilan unga qarab turardi. Avvallari bu qarashlar faqat diqqat bilan kuzatishdek tuyulardi, lekin vaqt o'tib u ko'proq his qila boshladi. Qaynota kechqurunlari hovlida o'tirib qolar, keyin kechasi kelin yo'q ekanini bahona qilib uning xonasi oldida yurardi. Zulayxo esa har kuni eshigini o'tar, ichidan qo'rqar, lekin hech kimga hech narsa ayta olmasdi. Yolg'iz yashayapti. Bir gap qilmasam, bir gap qilsam, erimga yetib uy ketaman, deydi. Kelib mendan tushib qolishadi, deb o'ylardi. Kunlar o'tdi. Zulayxo kechqurun ertalabga qadar yotib qolishni odat qildi, hovliga kam chiqar, ayniqsa qaynotasi uyda bo'lsa. Bir kuni kechasi uyg'onib ketdi. Har doimgidek eshigi qulflangan edi, lekin derazadan ko'zladi, qaynotasi hovlida emasdi. Sevzidi, darvoza yopiq, demak u uyda. O'shanda yurak qo'ng'iroq ura boshladi. Quloq soldi, kimdir pastda nafas olayotgandek. Eshik og'zidan shovqin eshitildi. Kimdir eshik oldida edi. O'zini bosdi. Bir daqiqa o'tgach, zinapoya tomondan kimningdir pasayotgan ovozi eshitildi. Zulayxo nafasini bosdi, qo'lida telefoni, kimgadir qo'ng'iroq qilishni istardi, lekin ayta olmadi. Erimga desa, u ishonadi deb o'ylamaydi, deb qo'rqdi. Shu lahzalardan boshlab u bu uyda o'zini ayol emas, qafasdagi qushdek his qila boshladi. Ertasi kuni ertalab qaynota go'yo hech narsa bo'lmagandek yurardi, choy quyishda gapirdi, oddiy hayot kechirayotgandek. Zulayxo unga qarab ichida qo'rquvni yutardi. Eri bilan telefonda gaplashganda ham bu holatlarni aytolmasdi. Erkak kishilar bunday narsalarni anglamaydi, deb o'ylardi. Bir kuni uy-joy paytida Zulayxo qaynotasining uning xonasiga kirganini bildi, chunki uning shkafdagi chizmalari, pardalar joyidan siljigandek tuyuldi. Bir kecha qaynotasi unga yo'l-yo'lakay, mening ko'zimda o'zgacha nur borida, dedi. Zulayxo barcha kuchini to'plab o'z xonasining eshigini mahkam qulflashga qaror qildi. Lekin bir kecha eshikda kalit borligini unutib qo'ydi. O'sha kecha uning hayoti abadiy o'zgardi. Qaynotasi xonasiga kirishga harakat qildi. Zulayxo juda ko'z yoshlari bilan qattiq baqiradi. Qo'shnilar eshitib qolishdi. Qaynotasi shoshilib ketdi. Bir necha daqiqa o'tgach, qo'shni qizlardan biri eshikni taqillatdi. Zulayxo, och eshik. Hammasini eshitdik. Sen yaxshisan. Bu seni bilamiz, dedi. Ular, qo'shni ayollar uning yonida turishdi. Ularning qo'llab-quvvatlash kuchi unga kuch berdi. U darhol kiyinib otasining uyiga ketdi, u yerga qaytmaslikka qaror qildi. Otasi bilan barchasini gaplashdi. Ertasi kuni uning akalari kelib qaynota bilan yuzma-yuz gaplashdi. Qaynota avval inkor qildi, keyin bo'shashdi. Uni qarovsiz qoldirmadilar. Zulayxo rasmiy ajralish uchun sudga murojaat qildi. Ukrainadagi eri Bahrom telefon orqali, ishonmayman. Otam andak odam emas, dedi. Zulayxo ko'z yoshlari bilan, men sizning nomingizni, obro'yingizni saqlash uchun jim yurdim. Lekin bir kecha ham menga qadrliroq. Mening qadrim sizning uy-joyingizdan qimmat edi, dedi. Sud ularni qonuniy ravishda ajratdi. Unga hech qanday nafaqa puli yoki mulk berilmadi, lekin Zulayxo erkinlikni qo'lga kiritdi. Uning erkinligi yangi hayot, yangi og'riqlarni ham olib keldi. U tikish-bichish kurslariga bora boshladi, tushmaydigan, tinimsiz ishladi, tinchlik izlaydigan ayolga aylandi. Mahalladagi ayollar uning haqida turlicha gapirardi. Kimdir eridan qo'shgan ayol, dedi, boshqalari esa qaynotasiga qarshi chiqqan qahramon kelin, deb atadi. Bu gaplar unga ahamiyatli emasdi. Endi u faqat qizalog'ini o'ylardi. Ha, u homilador edi.
Bahrom ketganidan 2 oy o'tib shifokorlar unga homilador ekanini aytgandi. Bu haqiqatni u o'z oilasiga ham darhol aytmadi, chunki u so'zlardan emas, harakatdan ishonardi. Qizalog'i tug'ilganda u ona bo'ldi. Ona degan so'z uning uchun endigina haqiqiy ma'nosida tovlandi. Bolasini quchoqlab yotganda uning yuziga qarab, "Sen uchun men jon berishga tayyorman. Senga hech qachon biror kimsani tektirmayman", derdi. Shunday kechalar bo'lardiki, u farzandini bag'riga bosib, ko'z yoshlarini sekin to'kardi, ham sevinib, ham og'riq bilan. Oradan 5 yil o'tdi. Qizalog'i maktabga boradigan yoshga yetdi. Zulayho do'konini kengaytirdi. Endi u yakkaxon ayol emasdi, u boshqalarga ham ish beruvchi, mahallada hurmat qilinadigan ayol edi. Uning farzandi "Onang nima ish qiladi?" deb so'ralganda, g'urur bilan "U men uchun barchasini qilgan", derdi. Ulardan bir kuni do'koniga bir kishi keldi, tanish ko'zlar. Oldinda bir paytlar u bilan, qaynotasi bilan tunlarda yurgan qizlardan birining akasi Farhod edi. "Zulayho, to'xtab qoldingiz", dedi u, "siz bilan siz o'zgadingiz. Hali shu Zulayhosiz, ammo boshqa hayot bilan." Zulayho jilmaydi. Farhod unga choy va suhbat taklif qildi. Zulayho ilk bor bir erkak bilan o'zini erkin his qildi. Uning ko'zlarida xohish emas, hurmat bor edi. Ular orasida do'stlik boshlandi. Farhod uning qizini yaxshi ko'rdi, unga sovg'alar keltirardi. Zulayho esa ilk bor yurakda qor yozgan tuyg'ularni his qila boshladi. Bu muhabbat emas, balki himoya, suyanch, hurmat va tenglik hissi edi. Oradan 6 oy o'tib, Farhod uni oilasiga tanishtirish uchun uyiga taklif qildi. Farhodning onasi unga qarab, "Qizim, sen haqiqiy ayolsan. Erkakka suyanib yashash oson, lekin alahilda, tirik holda farzand tarbiyalash haqiqiy jasorat edi", dedi. Shundan so'ng Farhod unga uylanish taklif qildi. Ammo Zulayho "Yo'q", dedi, nafrat yoki sovuqlikdan emas, shunchaki o'zini va qizini endigina mustaqil hayotga o'rgatgani uchun yana kimgadir bog'lanib qolishga shoshilmasdi. U faqat bir so'z bilan javob berdi: "Menga er kerak emas. Menga tinchlik kerak." Orqaga qaytib qaragan Zulayho o'zining og'ir, lekin g'alabali yo'lini eslardi. U endi boshqa emas, o'zini himoya qilgan, bosh etakchi, tanlagan yo'li uchun javobgar bo'lgan ayol edi. Uning hayoti qaynotasi uyidan chiqqan kundan boshlab butunlay o'zgardi. Jamiyat unga boshqacha qaray boshladi. Qaynonasi haqidagi gap-so'zlar butun mahallaga yetdi, lekin bu gaplar Zulayhoga tegmasdi. Ular aslida otasiga va aka-ukalariga xijolat solardi. "Qizingni yerga berdik, u yerni ham uyidan qo'shib keldi", degan yangi gaplar otasiga qattiq tegdi, lekin otasi unga hech qachon og'iz ochib gapirmadi, chunki u qizining ko'zlaridagi haqiqatni ko'rgan edi. Zulayho hech qachon o'sha kechani unutmaydi. Uning qo'rquvida doimo shunday bir dard bor ediki, u hech kimga aytilmaydi, lekin har bir ko'rgan ayolning ko'nglida yashaydigan og'riq edi. Bu uning, Zulayhoning siri edi.